Navoiy viloyatida yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish hamda inklyuziv muhitni kengaytirishga qaratilgan Voice Up 2026 inklyuziv yoshlar oromgohining hududiy bosqichi bo'lib o'tdi. Bugun biz ko'rib turayotgan maydon aslida bugungi kunni ham imkoniyati, ham chaqiruvi desak bo'ladi. Chunki bu yerda biz yangi avlodni, yangi O'zbekistonni farzandini unikal yondashuvni ko'rish imkoniyatiga egamiz. Nafaqat o'zi uchun, balki atrofidagi insonlar uchun, xalqimiz uchun xizmat qilishga tayyor bo'lgan tashabbuskorlarni ko'ryapmiz. Va inklyuziv maydon deganda biz ularni bari nogironligi bormi, nogironligi yo'qmi, yoshidan qat'iy nazar birgalikda muammoni izlash va bu muammoni yechishga o'zini hissasini qo'shishga tayyor bo'lgan yoshlarni ko'rib turibmiz. Bu yili chindan ham davlatimiz rahbari 24-fevral kuni yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvda Voice Up'ni xalqaro darajadagi mohiyati va imkoniyati haqida xabar berdilar bizga va albatta bu imkoniyat har bir viloyatimizga yetib kelmoqda. Bilamiz, bu yo'l oson bo'lmagan, saralash jarayonidan minglab yoshlarimiz o'tgan, loyihalarni himoya qilgan, taqdim etgan. Bugun esa ekspertlar yordamida, mentorlar yordamida bu loyihalarga jilov berib, ertaga ularni birgalikda amalga oshirishga qadam tashlayapti. Dastlab loyiha ishtirokchilari Navoiy shahridagi Inson ijtimoiy xizmatlar markazida bo'lib, aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar bilan yaqindan tanishdi hamda ushbu yo'nalishda tashkil etilgan seminarda ishtirok etdi. Voice Up 2026 oromgohining eng muhim va hayajonli bosqichi loyihalar taqdimoti jarayoni bo'ldi. Unda ishtirokchilar o'z g'oyalari, tashabbuslari va ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni keng jamoatchilik hamda hakamlar hay'atiga taqdim etdi. Voice Up loyihasida qatnashyapman. Asosan volontyorlar, mentorlar, ya'ni ko'ngillilarning treninglari menga juda yoqayapti. Ular o'yinlar tarzida o'tkazishi va ko'plab odamlarning fikrini aniqlashyapti desak to'g'ri bo'ladi. Men hozir o'zimni Imkonnur inklyuziv platformasi loyiham bo'yicha ishtirok etyapman. Bu loyihada ko'plab ko'zozlar uchun ko'plab dolzarb muammolarning yechimi tatbiq etilgan. Yoshlar tomonidan ilgari surilgan loyihalar inklyuziv jamiyatni shakllantirish, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun teng imkoniyatlar yaratish hamda jamiyatda o'zaro hurmat va hamjihatlikni mustahkamlashga qaratilgani bilan alohida ahamiyat kasb etdi. Meni loyiham bu najot innovatsion reabilitatsiya aravachasi hisoblanadi. Bu aravachaning vazifasi, ya'ni maqsadi kasallangan bemorlarni dori-darmonlarsiz davolash. Bu aravacham aynan harakati cheklangan bemorlarni insultdan, umurtqa bilan bog'liq kasalliklardan keyin bu reabilitatsiya vazifasini bajaradi. Bunga keyinchalik biz elektrodlarni o'rnatgan holda stimulyatsiya, ya'ni mushaklar stimulyatsiyasini ham olib boramiz. Va ayni damda mana shu Voice Up loyihasi juda ham chiroyli tashkil qilingan tashkilotchilar tomonidan va 50 nafar yoshlar bir-biri bilan fikr va tajribalarini almashmoqdalar. Hozir taqdimot jarayonida qatnashdim va bu yerda hakamlarning iliq fikrlarini eshitdim. Ular o'zlarining o'sha yanada bu loyihaga qo'shimcha innovatsion g'oyalarni berib o'tdilar va meni loyihamni ma'qulladilar. Va men buni ishlab chiqarishni rejalashtirganman. Eng muhimi, mazkur loyiha turli imkoniyatlarga ega yoshlarni bir maqsad atrofida birlashtirib, ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish va jamiyat hayotida faol ishtirokini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.